Assalomu alaykum aziz muxlislar. Suhrob Kamolov kanalidagi 7-videoga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga velotrенажёrlar haqida juda ko'p qiziqarli ma'lumotlarni aytib bermoqchiman. Masalan, hozir minib turgan velotrенажёrim ikkitasi bittada. Birinchi uslub o'tirib haydash mumkin, oddiy velosipeddek. Lekin farqi necha marta pedal aylantirilsa ham manzilga yetib bo'lmaydi. Ikkinchi uslub. Mana bunday turib haydash mumkin. Bunda umurtqa tekis turadi. Oyoq, qo'l, yelka va ko'krak mushaklari yaxshi ishlaydi. Keyin mana bu sensorlar. Mana bu ikkita sensorga barmoq qo'yiladi. Ikki xil bo'ladi. Ba'zi velotrенажёrlarda nur orqali o'lchaydigani bo'ladi. Optik sensorlar. Kichkina LED chiroqlari orqali terini ichidagi qon tomirlarga signal yuboradi. U to'g'rirog'i nur yuboradi. Keyin o'sha nurni qancha qismi qaytib kelganiga qarab yurak urishini o'lchaydi. Lekin qo'l, barmoq qimirlab ketsa biroz xato o'lchashi mumkin. Keyin elektr bilan ishlaydigan turi. Bu elektr orqali yurak urishini o'lchaydi. Mana bunday harakat qilaverganda elektr hosil bo'ladi. Butun tanada kichkina mikroelektr to'lqinlari hosil bo'ladi va o'sha elektr to'lqinlarini elektr datchik EKG o'lchaydi. Keyin o'lchab o'zini miyasiga yuboradi. O'sha miyasi barmoq qimirlagandagi yoki barmoq siljib ketgandagi shovqinli vaziyatdagi qisqa tutashuv yoki elektr yaxshi kelmay qolishini o'zi to'g'rilab, xatolarini avtomatik tarzda kesib tashlab, keyin o'shani javobini monitorga chiqarib beradi. Faqat tanadagi tokni to'g'ridan to'g'ri chiqarib bera olmaydi. Uni olgan vaqtida kuchaytiradi. Keyin bu faqat yurak urishini o'lchamaydi trenажёrlarda. Qon aylanishi, yurak urishi, kaloriya va qancha masofa bosib o'tilgani ham o'lchanadi. Mana bu ekranda. Keyin mana bu buraydigan joyi bor. Agar buni buralsa, sidenasi bo'shashadi va orqaga, oldinga surish mumkin bo'yiga moslab. Pastda ham shunaqa buraydigan joyi bor. U joyini burasa, qisib turgan temir bo'shashadi. Mana bu ham bo'yni baland-past qilib ko'tarib tushirish mumkin. Keyin yana mahkam burab qotirib qo'yiladi joyiga. Bu trenажёr velosiped kimlarga mos? Ko'proq uyida sport bilan shug'ullanadigan odamlarga mos. Masalan, qariyalarga ko'chaga chiqib yura olmaydi. Oddiy velosipeddan yiqilib tushishi mumkin. Keyin ko'zi ojizlar ko'chada oddiy velosiped haydab yura olmaydi. Shuning uchun trenажёr velosiped zarur. Keyin yomg'irli, bulutli havolarda va loy ko'chalarda oddiy velosipedda mashq qilib bo'lmaydi ko'chada. Shuning uchun trenажёr velosiped kerak. Bunaqa velosipedlarni faqat bitta o'tirib haydaydigan turi bori $100, $200 atrofida.
mendagi ikkita funksional gibrid velosiped esa $500 yoki $600 atrofida bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.